Şarkı Türkistan'daki Xitay dairələri 28 dekabr kengaytirilgan yığın içib, Uyghur rayonunu Xitay'daki açlıq bazasıga aylandırış çağırğını o'tirg'a qo'ygan. Xitayning Tangirtaq to'g'rining bu vaqtda bergan xabarda deyilishicha, yaqinda atalmış Uyghur Avtonom rayonluq partikomining sekretari Ma Shungrui so'z qilib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining bosh sekretari Shi Jinpingning yezi xizmati haqidagi eng yangi yo'l yo'riqini qat'iy ijro qilishni talab qilgan. O sözüde noktalı qalda Uyghur rayonunun açlıq işlep çıkarış kölemi ve mahsulotlarını aşırıp rayonunu Xitayning açlıq bazasıga aylandırışını ta'kidlagan. G'oljida 24 dekabr kuni yuz bergan kan o'rilish voqeasida yer ostida qolgan va izlayotgan 18 kishining ko'pinchisi Uyg'ur ekanligi oshkorlangan edi. Muxbirimizning aniqlashlari davomida mazkur 18 kishidan 3 kishining kimligi oydinlashdi. Ulardan 2 nafarining buningdan 2 yil ilgari 16 yosh va 17 yosh vaqtlarda yana teqi quramiga yetmagan vaqtda ishchilikka qabul qilingan bolalar ekanligi ma'lum bo'ldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning yangi tashqi ishlar ministri Qin Gang bilan o'tkazilgan telefon suhbatining tafsilotlarini o'rtoqlashdi. Blinken ommaviy taratquv hisobida Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang Washingtondan ayrilish oldida uning bilan telefonda ko'rishganligini, ularning Amerika-Xitoy munosabatini muzokara qilganligini va ikki davlat o'rtasidagi aloqa yo'llarini saqlab qolishni ta'kidlaganligini bayon qildi. Xitoyning Amerikadagi bosh elchisi Qin Gang juma kuni yaqinqi 10 yilda tashqi ishlar ministri bo'lgan 69 yoshli Wang Yining o'rniga tashqi ishlar ministri bo'lib tayinlangan edi. Egilishicha, Marakash doiralari Xitoy virusi yuqumi xavfining oldini olish uchun Xitoydan keladigan yo'lovchilarni cheklagan. Marakash tashqi ishlar ministrligi bayonotida bu cheklamaning davlat tavalligiga qaramasdan Xitoydan kelgan barliq yo'lovchilarni o'z ichiga oladiganligini bildirdi. Amerika, Koreya, Fransiya, Italiya, Ispaniya va Angliya qatorliq davlatlar Xitoydan kelgan yo'lovchilarga COVID siniqi talab qilganligini e'lon qilgan edi. Kosovo Baş Ministri Albin Kurti Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining o'z davlatidagi harbiy kuchini oshirishni talab qildi. Kurti Germaniya Welt gazetida mundaq dedi: Kosovodagi Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti askarlari va harbiy aslahalarining sonini kuchaytirish Kosovo va G'arbiy Balqon rayonining bexatarligi va tinchligini yaxshilaydi. Hindiston bilan Pokiston yadro aslahalari shundaqla tutib turilayotgan fuqarolar va baliqchilar haqidagi uchurlarni o'z ichiga olgan tizimliklarni almashtirdi. Hindiston tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, ikki davlat yadro aslahalariga hujum qilishni cheklash shartnomasiga asosan yadro aslahalari tizimligini o'zaro hambaxirlagan.